Bir kuni Ibrohim Adham hazratning yo'li Basraga tushganida masjidning hovlisida hazrat bilan haloyiq yuzma-yuz qoladi. Shunda haloyiq: "Ey hazrat, iltijo bilan duo qilishimizga qaramay, duolarimiz qabul bo'lmaydigan bo'ldi. Lutf qilib bizga ayting, buning sababi nima?" deb so'rashdi. Ibrohim Adham hazrat bittadan jami 10 ta sabablar silsilasini keltiradi va duolari qabul bo'lmayotgan basraliklarga bildiradilar. Birinchisi, Allohni taniganingizni aytasiz-u, lekin uning buyruqlariga bo'ysunmaysiz. Ikkinchisi, Qur'oni Karimni o'qiysiz, ammo unga muvofiq yashamaysiz. Hazrati Payg'ambar alayhissalomni sevishingizni aytasiz, lekin u zotni o'zingizga rahbar qilmaysiz. Nechta bo'ldi, jonlar? To'rtinchisi, shaytonning dushmaningiz ekanini aytasiz, ammo uni o'zingizga do'st tutasiz. Jannatni yaxshi ko'rishingizni iddao qilasiz-u, biroq unga loyiq bo'lishga harakat qilmaysiz. Do'zaxdan qo'rqishingizni aytasiz-da, lekin unga kirish uchun qattiq g'ayrat qilasiz. Nechta bo'ldi, Ismoilim? 6 ta bo'ldi. Unda 7-sini aytaylik. O'lim haq deysiz, ammo haq bo'lgan o'limga o'zingizni tayyorlamaysiz. Odamlarning ayblari bilan mashg'ulsiz, lekin o'z xatolaringizni ko'rmaysiz. Allohning ne'matlarini ko'plab qabul qilasiz, biroq shukrini ado etmaysiz. Nihoyat oxirgi 10-siga keldik. O'liklaringizni ko'masiz, ammo bir kun kelib o'zingizning ham ko'milishingizni aslo aqlingizga keltirmaysiz. Ana shunday Ismoilim qurbonim, inshaalloh seni zeriktirib qo'ymadikmi? Nega zerikaman? Zotan ilk kelgan vaqtimda so'z bergan edingiz. Sulton Ibrohim Adhamdan qissa aytib beraman deb. Lekin esimizdan chiqib ketdi. Shuning uchun va'da bermaslik kerak, pirim. Hoji Bektosh sultonim nima degan? O'l, so'z berma. O'l, so'zingdan qaytma. Yaxshi. Hazratning qissasi bizga nimani anglatadi? Bu qissaning hissasi nima bo'lishi mumkin? Boshimizga nimaiki kelsa, hamd va shukrni unutganimizdan keladi. Allohning elchisi payg'ambarimiz alayhissalomdan hamd nima deb so'ralganida, hamd ne'mat ichida ne'matni berganni ko'rmoqlik. Shukr esa hamdga davom etmoqlik deb marhamat qildilar. Shukr qiluvchilar 3 turli bo'ladi. Birinchisi shokir. Shukr so'zdan olingan bo'lib, borliqqa shukr qiladi. Ikkinchisi shakur esa baloga shukr etgan kishidir. Oxirgisi esa shakkordir. Shakkor bo'lgan banda nimaiki taqdir bo'lsa, Allohdan kelganiga sevinib, rozi bo'lgan kishidir. Borliqqa shukr qilishni unutib qo'yamiz, lekin ilk baloda isyon etamiz. Bunday qilish bizga munosibmi? Shakkor bo'lgan banda derki, lutfing ham xush, qahring ham xush. Zolim zulmidan qachon to'xtaganki, aybni unga to'nkaysan? Oynani o'zingga qarat, sababni o'zingdan qidir. Biz ma'summiz, bizga zulm etmoqdalar deyish bo'lmaydi. Hukm ochiq. Qanday bo'lsak,
shunday boshqarilamiz. Hech narsa bizning irodamiz va harakatimizdan pok emas. U holda biror kishiga hech kim hech narsa qila olmaydi.